uka. Mana shunday turadi molimiz o'zi. O'zbekistonning eng qimmat mollarini chiqaradigan akani yonidamiz akalar. Eng qimmat, eng zo'rida. Ko'rib baho beringlar. Joningdan qarang, turishini qarang, bro. Maza qilasan-da, buni ko'rsanglar. Buni qarang. Voy. Asal bo'lsangiz. Aka, mana shunaqalarni qayerdan topa olasiz? Topamiz-da biz ham endi, bro. Turishini qarang, buni mashallah. Buni qarang, qo'l ushlab turaveradi bu mana. Abroruz kanalida mazza qilib mana shunaqa zo'rlarida havas qilib ko'radigan akalarimiz xonadonida nechta bo'lsa Sado aka? Abror 30 ta bo'lsa kamida. 3 ta zikr 29 ekanda. Ha, joningdan qarang. Do'stlar, molni chempioni. Xudo xolasa akalar, o'zi ham qarib 1 tonnaga yaqin. Eng qiziq nuqtasi 1 tonnali buqadan qochgan-a? Sementaldan qochgan. Semental buqadan. Sotiladi mana shu molni. Yurgizay aka. Bitta qadamlarini ko'rib olsin. Motorida ham dovushi yo'q. Ko'rsatib bering. O'zbekistonning 12 viloyatiga yetib boradi akalar, 76,5 million. Molni eng giganti va sifatlisi. Xudo xolasa akalar, birinchi qorinda o'zida ham yaxshigina sut bergan mol. Xudo xolasa ikkinchi qorinda ham yaxshi beradi. Ishqibozlarga sotiladi mana shu molimiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida. To'liq uyda yutibdi Abroruzda. 76,5 aka. Kami ozgina ayri bor.